Assalomu alaykum. Gulga qiziquvchi, gulsevar opa-singillarim, hamma yaxshimi? Hammani xonadoni tinchmi? Liliya gullarimiz ochildi. Delfinimlar. To'rtlarda har xil atir gullar o'stirganmiz. Bir-biridan chiroyli. Arilarim kelib gullardan bola olishni boshladi. Yomg'irlar tindi. Bu globus xrizantemani yozi bilan gullaydigani. Alisa gulimiz. Atir gullar. Anitkalar, alisalar. Karot qizili. Sariq. Anitkalar. Otakuz gullari. Burada salviya gullari. Teski roza, qalampir, quyosh gul. Hamma xil ranglarda. Har xil gullar ham ekilgan bu yerlarga. Mushkambar guli. Mana bu yapon daraxti sakura. Tagida qo'ng'iroq gul ham bor. Bu tomonda qog'oz gul. Hamma xil rangda ochiladi. Endi g'unchalayapti. Mana g'unchalari. Rayhonimiz. Qalampir. Liliyalar hammasi unchalik turibdi. Qo'ng'iroq gulimiz beg'uz ochilgan. Mana bu ichani biz saratonda issiqda tagida gul saqlaymiz. O'shaning uchun shu yerga yasaganmiz kelinim bilan. O'simlikchiq gullarimiz. Bidonlar. Bu takis gul. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.